bugün Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani Majburiy hududdagi Tursunay Momo manzura fermer xo'jaligida etafon preparatini namuna qo'yishlarni bajaryapmiz. Mana tablichkalarni qo'yib, tajriba maydonlarimizni aniqlab oldik. Birinchi tajriba maydonimizga 500 gramdan, ikkinchisiga 1 metrdan, ikkinchisiga 1,5 metrdan namunalar qo'yilyapti. Alo. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Tursunay Momo manzura fermer xo'jaligida 30-iyun kuni etafon sep tajriba qilingan maydon. Birinchi tajribaga 500 gramdan gektariga sepilgan. Ikkinchi tajribada 1 gektariga 1 litrdan sepilgan mana. Uchinchi tajribada uni 1 litriga 1 gektariga 1,5 litrdan sepilgan. 1,5 litr sepilgan joy baklarini ham kuydirgan paxtani. Baklar ham kuygan, yuqoridagi mayda ko'saklarni ham ochiltirib yuryapti, mayda ko'saklar ham tepadagi. Bir litr sepilgan joyda mana mayda ko'saklari hali ochilgani yo'q. Tepada mayda ko'saklari turibdi, bularni ochiltirmagan.